Xo'sh, mana baliqchilarimizni, shunaqla söyümli karxanchilarimizni naytdi yaxshi tanishtirib oldik. Endi musobaqamizni rasmiy boshlab olamdik. Bo'ladi Ilnurda. Parda aqsib turib bizning programmamizga sahnamizga chiqish uchun tayyorlab turayotgan mahirlarimizmi naytdi taqozolik bilan sahnaga chiqishni kutib turayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi shu programmamizningki eng dastlabida sahnaga chiqadigan birinchi nomerlik mahirimiz o'zining qandaq naqsini yeb kelgandi. Baholovchilarimiz bu mahirimizga yana qandaq baholarni berdigandi. Karxanchilarimiz mana shu mahirimizni qo'llamdi yo'q. Qani hammaylar birinchi nomerlik mahirining yiqimliq naqsiga quloq salaylik. Qani, marhamat. Muhajam yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Oldimda ekranda ko'rmalarga o'zingizning salomini yo'llaytamsiz. Bo'ldi. Salom, ekran oldidagi barliq ko'rgan do'stlar, mushu Ayt Naqshangli programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Rahmat. Mana programmamiz naytdi keskin ilib berilyotdi bizniki maylarimizningimi. Har sonda ifodasi nayt yaxshi bo'lyapti. Xalchigul unda siz hozir sahnaga chiqish olib turasiz, jiddiylashyapsiz. Qiziq jiddiylashyapman. Shu sahnaga chiqqanda jiddiylashish bo'lib turdi ekan, bundan burun sahnaga chiqib baqqan, lekin bundan cho'ng sahnaga chiqib baqmabdi ekanman. Shunga ozroq jiddiylashyapman, lekin ish qisi yo'q. O'zim cho'qim tirishiman. To'g'ri. Cho'qim eng yaxshi ruhiy holatda, eng yaxshi kayfiyatda sahnada o'zingizning rolni to'liq joriy qildirib, keyingi o'tkalga o'tish uchun davomli tirishingizni umid qilaman. Xayrigul, xayrat qiling. Mehriban bağlıqçılar ve ekran aldaki barlıq görünmən dostlar, həmənlərlə muş vaxtı xeyirlik bolsun. Kuçadan gələn Mahir Buxalcamdan həmənlərə otluq salam, ali ehtiram. Buxalcam bək ciddiləşdiniz, hə? Azroq jiddiyləşdim. Lekin mavqiylik dərəcəsi alohida yuqori bo'lgan. Bizning hamda o'lmas naqshlarimizdan biri deb aytsak bo'ldi. Yaru nomli naqshini shundaq o'zingizningki barliq mahoratingizni chiqarib turib aytdingiz. Albatta, mening deganim hisob emas. Baholovchilarimiz sizningki mushu o'yin nechan qancha? Buxalcam yaxshimisiz? Yaxshimisiz, ma'lum? Siz mushu sahnaga bir chiqib edingiz. Bo'g'anjan muallim degandek rost o'sha sahna bar tursin ko'z oldimizga keldi shundami?
Bugün ovozunuz bitib qoldimi yo işte tutuq chiqib qoldimi? Onu bilmedim. Kechiraman sizga chiroq yondirolmaydigan bo'lib qoldim. Rahmat. Rahmat. Takliflaringizga rahmat. Qani, Dilshod ustoz. Bu xilcham, Ha, kelganingizga muborak bo'lsin. rahmat. Naqshingizni anglab, mushadiki balki hammamizning tuyg'usi o'xshash bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz o'zingizga bundan keyin shunday bir yo'l chiqmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga mos keladigan bir naqshni o'ylashingizni taklif beraman. Rahmat. Ham sizga madad beraman. Afsus, chiroq beramadim. Rahmat ma'lum. Ovozingiz charchashmi bor balkim. Ham ovoz tutsingizgimi ma yavroni bak ayni vaqt Aysham qiyim adimiz o'rinlagan, shunda tipidigan, shunda shu shaqaratmadak tushadigan bir ovoz tushadigan bir naqsha bu-chu. Mushu naqsh tanlashda buning yoqi o'zingiz eng rahat etadigan, o'zingiz eng yaxshi ko'radigan naqshni tanlang. Bu da kelganda shunda yaxshi tayyorlik qilib ketgansiz, qayta naqsh tanlab kelishingizni umid qilaman. Men sizni rag'batlashtirishni yuzidan chiroq berdim. Rahmat ma'lum. Rahmat Cho'lpon ustoz. Chiroq yondirganingizga rahmat. Qani. Bu xalçam xush geldiniz. Sizin Rahmat. naqshinizning başta şu pauz chiqqan vaqtlar shunda xo'sh bo'lgan menchu. Peyz bizni ruhlandırdıgan bir naqsh keldi debchu. Ovozingizni charchig'ini ras aniq. Ovoz mana bir gap borchu. Ovozning o'zi bir boylik buchu. Ovozning o'zi bir boylik, masalan buni iqtisod nuqtasini aytganda ovozning o'zi bir kapital bu. Bunun bitmez tükemes baylık bu bir hesapçı. Bu kan o'xshaydi. Bunu çokum qadrlash, asrash kerak bunuchu. Parvish qilish kerak. Özünün şu cismaniyeti, özünün şu fizyologik alayidlik mas kelgan holatda çokum ustozlardan, şu ovoz tadqiq qiladigan doktor, professorlardan ta'lim elib, shularning ta'limi bo'yicha, ko'rsatmasi bo'yicha ovoz pardini asrab parvish qilib turish kerak. Mushu asosda anandan keyin o'zingizning go'zal orzulari bo'yicha shuning uchun yaxshi naqshlarni tanlasangiz, siz o'zingizni nayt hayajonlanib turibsiz. Men sizga chiroq beray. Rahmat ma'lum. Rahmat Qudrat ustozning rag'bat ilhom yuzidan chiroq yondirganiga yana qatim rahmat etamiz. Bu xalcham jiddiylashasiz a? Ozroq jiddiylashibdi. Bundan ilgari ham siz boya Cho'lpon ustoz aytib o'tdi, siz naqsh kasbida tarbiyalanib ekansiz, shunaqo? Qo'shimcha tarbiyalangan. Bundaq cho'ng sahnalarga chiqib baqqanmi? Yo'q, bundaq cho'ng sahnalarga chiqib baqmagan, lekin sahnalarga chiqib baqqan, bundaq cho'ng sahnalarga chiqib baqmagan tunji qatim chiqishim. Menimcha, garchi bu qitim siz keyingi o'tkalga o'tish bosqichiga qadam qo'yamagan bo'lsangizmi, mana bu cho'ng sahnaga kelib, o'zingizning yaxshi ko'rgan naqshingizni o'zingizning ishonchisiga, irodasiga, tirishchanligiga tayinib turib, o'rindig'inizning o'zi siz uchun eng cho'ng g'alaba deb o'ylayman. Shundoq. Endi bo'lsa, mushu suyimli korxonchilarimiz sizni qanchalik darajada qo'llaydi ekan, ularning mayilligini bir ko'rib baqqandik. Qani korxonchilarimiz chiroqlarni bir yondirib baqqan bo'lsanglar. Mana bizningki suyimli korxonchilarimizning ko'p qismi 50%dan ortiqroqi siz uchun chiroq yondirib o'zining mayilligini ham qoyilligini isbotlabdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Unda bo'lsa biz korxonchilar vakillaridan Xinjiang Sehr Nur So'richak sheritining qurg'uvchisi bo'lgan Subinur xonimni o'zining ko'ngil bayonlarini isbotlashga taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat. Rahmat. Xush kelibsiz bu xalcham. Rahmat. Ansam kuchadinkansiz, men Aqsu'niki Shinxodan qo'shni aytganmiz. Shunchalik hayajonlandimchi. Uning ustiga aytgandan birisi ko'ryapmiz, bu sahnamizga chiqqanlar asosan erlar. Lekin qaraydigan bo'lsak, korxonchilarning orasida ayollar ko'pchu. Shunlar men xiyol qildim, bu ayollarimiz nima ish naqsh etmaydigandi deb. Boya Miryangul deb aytganga o'xshash, men chiqib aytaymi deb men xiyol qildim. Ayollar azub qilibdi debchu. Har qanday vaqtda bu ayollar o'zimizning jangovarligi, o'zimizningki jo'shqinligi, o'zimizga ishonish ro'yimiz bilan oldin menib kelyapmiz shundaqo. Demak, mush sahna o'zida bu xalchamni ko'rib men shunchalik hayajonlandim. Rahmat sizga, naqshingizga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Hammalarga rahmat, shunda yaxshi baholarni berdinglar. Gerçi bugun haqiqatan ovozimda sal o'zgarish bo'lib qoldi. O'zim his qildim, chiqqanlar jiddiylashib ketgan.
Bundan burunmu sahnelerge chiqib baqqan, lekin cho'ng sahnelerge chiqib baqmapti ekanman. Shunga menda haqiqatan jiddilish bo'ldi. Hozirma o'zimni shunda kontrol qilib turyapman. Hammalarning bergan bahoyiga ko'p rahmat aytaman. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimda intayin xushalman. Shu munosabat bilan meni har vaqt qo'llab kelayotgan ota-onamga, xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Harmag'aysizlar hammanglar. Rahmat. Bu xalcham sizga rahmat. Teximiz zo'r utuq va omadlar sizga. Mangu yor bo'lsin. Rahmat sizga. Bu qancha mana sahnaga chiqishdan burun ro'y kayfiyatingiz nihoyat yaxshi bo'lgandi. Chalinib ketib qoldingizmi? Sahnaga chiqib jiddilashib ketdim, lekin ovozimda ozroq charchash bo'lganligi uchun shunga joyida bo'lmay qoldi. Lekin hozir kayfiyatingiz qarsam nihoyat umidvor, ha? Shundoq. Lekin men bundan cho'ng sahnaga chiqib baxmagandan keyin haqiqatan jiddilish bo'ldi. O'zimga yana ishonchim bor. Men cho'qim bu sahnaga qaytib kelaman. Rahmat. Ümitlik Cho'lpon sharpiga erishgan mahir ota-onasi bilan birga sayohatga ulashtirildi. Sarxil Cho'lpon sharpiga erishgan mahirni 100 ming yuan qiymatiga avtomobil bilan mukofotlaydi. Nurliq Cho'lpon sharpiga erishgan mahirni 150 ming yuan qiymatiga avtomobil bilan mukofotlaydi. Sirliq Cho'lpon sharpiga erishgan mahirni Urumchi shahridagi uy haqi to'liq to'langan bir yurish yangi uy bilan mukofotlaydi. Kap sahna, kat fursat, kat mukofotlar yanala et naqshoni programmasida. Hoş görmen dostlar, dehqonlarda bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean televiziyasi birlikda ro'yab chiqargan cho'ng tutki televiziya san'at programmasi Et naqshani programmasi. Endi tuvandagi mahirimiz bizga qandaq naqshni epganlikin, bu mahirimiz baholag'uvchilarning yana qandaq baholariga erishadikin biz birlikda ko'rib baqaylik. Keling, marhamat. Nuraman, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Aldı bilan Et naqshani programmasiga qatnashganligingizni nihoyat suyundik. Undaqsi hozir qimshi sahnaga chiqish oldidagi kayfiyatingiz qandaroq? Rahmat. Men Et naqshan programmasini saqlayotganda 1 yildan oshdi. Mushu orqali men o'zim o'qitgan o'quvchi bolalarimga, shundaqla ota-onamga, xizmatdoshlarimga va mushu atrofimdagi barliq kasbdoshlarimga qizg'in salom yo'llayman. Mushu musobaqada cho'qim bir natija deb Qashqarga qaytishga ishonchim bor. Sazlanayım esli gül tacı ey mukamler Güllerinin baharı hem yazı mukamler Bu sal şerbetiga toymasdın ötken Kızlanayım nettun karnazı Bulbuldur navasi Bulbuldur navasi balda sayrıgan O gönül arani erkin yayrıgan O halik avazi öpmüş koynudur İnanlıkka insanı daim çılgın İnanlıkka insanı daim çılgın Kalbimde bizge ot saldı mukamlar Vücudum sendin ot aldı mukamlar Bilen esletip ecdat ömrünü Mengülük miras bu kaldı mukamlar Mengülük miras bu kaldı
mukammal. Rahmat. Hürmetlik balıkçı ustazlar, hemmeler müşahit hayırlık olsun. Ben Qashqar şehrinden kelgan. İsmim Nur Aman G'ulam. Muşu et naqshani programmasini saqlayotqili bek uzun bo'lib ketdi. Mush programmaga bir qatnashib, o'zimga o'zim jang e'lon qilish maqsadida musha qatnashdim. Rahmat. He, mana Nuraman. Hep ismimi chiroyli, ovozimi chiroyli. Faqat jiddiylashmadingiz ha? Sal qiyroq bo'laman. Ha? Men sal qiyroq bo'la deyman. Ha, shu bir yeri bor. Ondan sonra bahalıqçı ustazlarımızdan bayallarını bir anlap bakamsak Çolpan ustaz. Nur Aman G'ulam, yaxshimisiz? Kasbdishim, kasbdoshganmiz. Rahmat. Shundoq ovozingizning 31 yoshgansiz-ku, lekin ovozingiz shundoq pishqan, to'lgan, shu iliqi shundoq o'ng'i bir, so'lg'i bir uribli yaydigan anjudak may bog'lab ketgan. Rahmat. Yigitkansiz. Endi men azroqlam bir mayli bunun keynida kim bilan qaysi toshining keynidan bulang buningdan keyingi yo'lingizning parlaq bo'lishini umid qilaman. Mishada kichikgina bir narsani deb bersam, masalan o'sha qizlarning degandagi harfdagi ning harfida, anandagi ay degan harfda ye harfi ham ning harfi degan o'sha ikki harf kelganda doim deyman-ku, o'sha talaffuz qilishda o'sha ikki harf kelganda ilk ovozingiz ning harfini chiqarish uchun itilganlikdan mishada sal qisilish bor. Demak, texmo vammi bo'lib ketsin deyman-ku. Amaliyotda ang keyindagi lar, echilgan tovushlarda ovozingiz shundoq o'rniga tushyapti. Men sizda zarracha bir nuqsonning bo'lmasligini umid qilib, shunchalikla nim qilay, men sizga chiroq yondirdim. Sizning kelgusingiz parlaq, davomliq g'ayrat qiling. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mana bir ustozning chiroq yiqish fursiga muyassar bo'ldingiz. Qudrat Abdulla ustoz. Xush keldiniz Nur Aman. Nur Aman ne to'g'ri demasmisiz? Nur Aman. Nur Aman, xush keldiniz. Rahmat. Men naqshimiz shunday kayfiyatni ko'tardi hozir, shunday yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim tekstni ag'a vaqtda so'zlarning urg'usi mavu naqshchi so'zning urg'usi to'liq bo'lmasa naqshi yapalaq bo'lib qoldi. Yapalaq bo'lib qolgandan bir xil mardonlik yo'qolib ketdi-chu. Ovozingizga mardonlik qo'shilsa, texmi to'q, texmi sekri kuch oshadi-chu buning. Lekin bu sabab bilan men sizga yana chiroq yondirman. Rahmat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Firsa ustoz. Balov. Allah. Bilen geldikmi? Chiziq. Nuramanninki et naqshangni programmasi kelganda o'zim qutlayman. Bugungi naqshil ijro qilgan naqshdan mamnun bo'ldim, hayajonlandim. Demak, naqshchiga men uzun vaqt shu qaysi naqshchining ovozini o'ngalay, buni pishqan siri eng utib oldigan yeri nima? Shu harf talaffuzchi. Harf talaffuzni bir taraf qilib olgandan keyin qolgan ishni bir taraf qilib ketgili bo'ldi-ku. Boshqa gapning o'rni yo'q. Muborak bo'lsin, men chiroq bilan qutlayman. Rahmat aka. Muborak bo'lsin. Xalida ustoz. Nur Aman inimiz, xush kelibsiz. Rahmat. Ovozingizning doirasini shunda kengri, o'zingiz tushadigan yaxshi naqsh tanlab kelibsiz. Hamda shu jizoga sal diqqat qiling, ha? Başka taraflarda çataq yo'q. Men siz uchun chiroq yondirdim. Rahmat. Mana. Hammaga rahmat. Rahmat. Nuraman muborak bo'lsin. 5 ustozning biraqla mayliqqa erishib 5 chiroqning yondirishiga muyassar bo'ldingiz. Yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Undaqda Karxanchi ustozlarimizdan mayliq uchun konobga biz rasmiy boshlaymiz. 3, 2, 1 boshlandi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana bir qator ustozlarimizdan davomliq chiroq yiqishiga shunaqla mayliqqa erishdingiz. Yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Ustuq va omad sigmanga yor bo'lsin. Hammalar ko'p rahmat. Ondan sonra keyingi o'tkalga muvaffaqiyatga o'tganligingizni tabriklaymiz. Shundaqla Shinjan Pinar xalqaro so'chak shirkatining qurg'uvchisi Rayla xonim o'z qo'li bilan medalyonni bergan bo'lsa muborak bo'lsin. Rahmat.
Şunun bilan birge karxanchalarımız qatorida o'rin olgan Şinjan İlsar xalqaro so'lchak sheriklarining sevimli ustozimiz Raziya muallimning muborak so'zini anglab boqqan bo'lsak. Rahmat. Hürmetli ustazlar, suyumli karxanchilar, Nur Aman, xush kelibsiz. Naqshingizni anglab shunchalik suyundim, o'zim bak xush oldum. Men shu san'at sohasida azroq bir hukumum borchu, shuningga shundaq naqshini bak aytdingiz, yuragimga tegdi naqshingizlardi. Shu ayt naqshangni programmasining oxirigacha eng qaltis mayir bo'lib, yaxshi utuqlarni sizga tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Onda olsa Nuraman, hozir ikkimiz birlikda ta'tir sanash orqali sizni ustozlarning tanlashi o'tkirlik taklif etaman. 5 4 3 2 1 boshlandi. Kat sahne, kat fırsat, kat mukafotlar yanıla et naqshani programmasida. 3 2 1 boshlandi. Mening kesdishim Cho'lpon Yunus xonim. Wow! Mübarek olsun. Alir avazi öpmüş boynudur. İnanlıkta insanı daim çılgın. İnanlıkta Mana mayrimiz Nur Aman sahnada o'zining rolini to'liq joriy qildirib, yana bizning baholovchi ustozlarimiz 5 chiroqni to'liq yoqdi. Undasa tabriklaymiz Nur Aman. O'ngishli holatda keyingi o'tganligingizni tabriklaymiz. Undasa hozirgi hissiyotingizni anglab baqsam bo'ladimi? Hozirgi hissiyotimda asli buningdimi yaxshiroq aytish niyatimiz bor, lekin sahna har qanday kishini bir xil deymiz, temtirtib qo'ygancha. Lekin şu 5 ustozning mening naqshamdan rozi bo'lib, şu karxanchining mening naqshamdan rozi bo'lib, menga chiroq yoqqanligini men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ekrandagi ko'rmalar shundaqlar naqmadorga tomoshabinlar amdiki sahnaga chiqadigan mahir zodi qanday esil bo'lgan nomerlarni elib keldigandi. Qani dehqonlar davomli ekranimizda bo'lsin. Yaxshimisiz Hamid? Yaxshi. Aldi bilan ekranda ko'rmalarga o'zingizning bir salomini yo'llaytamsiz. Bo'ldi. Xo'sh, ekran oldidagi barcha ko'ruvchilar, men G'ulji Suydan o'g'lari Hamid G'anidan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Demek mana G'ulji xalqining salomini ilib, et naqshani programmasiga yetib keldingiz. Undan so'ng hozir shu sahnaga chiqish oldida turyapsiz. Hozir kayfiyatingiz qanday? O'zim naqsh kasbida, shunga o'zimga bo'lgan ishonchim bor, kayfiyatim yaxshi. Davomli keyingi o'tkalga eng zo'r utuqlar bilan o'tishingiz uchun g'ayrat qiling. Bu dünyada köymegenge kuymak qiyin ekan, vabasi bor yar dedim suymak qiyin ekan. Shirinida sarsoni bo'lgan parhon Külle ara yar yigane Jürmek qiyin ekan. Shirinida sarsoni bo'lgan parhonda Külle ara yar yigane Jürmek qiyin ekan. Sen yar üçün yığladım çeksiz gam bilen, közdün yaşını gece uyku yok, bir daha
gece uykuyorum didar kıllada düşlerimde yar cemalın görmek kıyın iken düşlerimde yar cemalın görmek kıyın iken görmek kıyın iken Rahmat. Men G'ulji shahar Qo'rg'as noyi Suydon bozoridan kelgan Hamid G'ani. Qarsalımız Hamid efendim. Şu muhabbetli kuylardan qiyin işken namlıq naqşını şundaq çoğur hissiyat bilan aytib berdingiz. Rahmat sizga. Talab siz jiddiylashyapsiz. Pek sip ketdim. Shundaqmi? Bu balkim sizning shu naqsh etish jarayonida nayt kuch sarf qilganligingizdan bo'lsa kerak. Naq maydonda aytimiz emasmi? Kuch talab qildi. Talab ketganingizni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Siz nima kasblar shug'ullanasiz? Men shu naqsh muzik bilan. Shundaqmi? Unda bo'lsa, bunday sahnalarga siz davomli chiqib beqib ekansiz-da. Sahna sizga ancha notanish emas, shundaqmi? Chiqqan. Xo'sh, amsa. Hamid efendimninki bugungi shifodisiga, naq maydon mahoratiga baholovchilarimiz qanday baholanib berdi ekan? Qani anglab baqsaq. Marhamat. Xo'sh gapsiz Hamid G'ani. Rahmat. Mushu erlarning ichida mushu ko'krak kangri, anandiki bo'y bak egiz bo'lmasa, ilqi mushu naqsh kasbida nihoyatda ortiqchiligi ko'p bo'ldi. Chunki mavu ovoz tonil deb qo'yamiz. Ovoz tonilning nimasi qisqa bo'ldi. Ya'ni mushu texnik ishlatish jarayonida qiyinchilik uchirmaydi. Rahmat, rahmat. Chiroqdan bilsa. Shunga oxiri chiroqni yondirdingizmi? Yondirdim. Rahmat Cho'lpon ustozga. Qani Qudrat ustoz. Hamid G'ani xush kelibsiz. Rahmat. Birdan chaqchaqlashib o'tyapti ya. Karxonchilar chiqib o'rim tashlaydi u. Men bir chiroq yondirdim sizga. Rahmat. Belki ixchamlarga qildingizmi Qudrat ustoz? Rahmat yondirgan chiroqingizga. Qani Dilshod ustoz. Hamid efendi kelgan qadamimizdan xush bo'ldik. Rahmat. Bu Hamid efendininki ma turuqimi pishqan, ovozim pishqan efendim ekanchu. Rahmat. Anlamoqdan bir uzun yillik tajribasi va mush kasbni uzun yil qilgan bir ishonchlik bir ovoz bor. Rahmat. Mushunda sahnalarga, mushunda ovozlar kerak. Sizning bundan keyingi mush sahnadagi musobaqangiz ham san'at musobaqangizning texnik nurliq bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. O'sha o'z talantini, iqtidorini namoyon qila olgan mahirlarga nisbatan ko'p gapning keragi yo'q ekan. Chiroqni yondirib ham o'zimizningki maydonni ifodalayotganmiz. Qani Xolida ustoz. Yurtdoshim Hamid efendi, xush kelibsiz. Bu naqshini bek chiroyli aytib o'tdingiz. Ash puroqlarini hissiyot bilan shunchalik chiroyli ifodaladingizki, bir şeyde o'tgan hammamiz bek xush bo'ldik. Men hamda bergan chirg'imni berib o'tay. Rahmat. Mana Hamid, 4 ustoz chiroqlarni yondirib bo'ldi. Ko'nglingiz 80% joyiga tushdi, 90% desak. Mana 5 nafar baholovchimiz nayt yaxshi baholar bilan sizga nurliq chiroqlarni yondirdi. Sizni tabriklaymiz, muborak bo'lsin, qutlaqlaymiz. Rahmat, rahmat. Suyimli korxonchilarimiz sizga nisbatan yana qandaq moyilligini ifodalaydi ekan, ularning chiroqlaridan qanchalik yana ekan korxonchilarimiz ustaldagi chiroqni bir besbaqan bo'lsanglar. Rahmat, naq maydondagi korxonchilarimizmi hammanglardagidek chiroqlarini yo'ritib sizga to'liq nomer bilan o'zining moyilligini ifodalabdi. Xo'shna bo'lsa korxonchilar vakillaridan Xinjiang Anargulun xalqaro savdo chekish shirkatining hamkorlashuvchisi Aynur xonimni ko'ngil bayonlarini so'zlab berishak qilsak, qani marhamat. Rahmat. Salam Eid Naqshani programmasiga qatnashgan barcha korxonchilar. Salam barcha baharlıqçı ustazlar, hamılarını kelgan qadaminglarga marhaba. Albatta hamman Xinjiang Anargulun savdo chekish shirkati Şifayi Ko'zlar Gruppasining qurg'uvchisi, albatta ham shirkat hamkorlari Aynur xonimdan hammalarga o'tliq salom oliy ehtiromlar bo'lsin. Hamid apandim sizningki naqshingizni shunchalik astoydil anglab chiqdim va shunchalik ben xush bo'ldim, ham so'yindim. Albatta ham bundan keyingi barcha
bundan keyin mana shu arzularınız üçün toxtamasını tirişiyotgan bu yollarınızın davamlıq texmo uçuq yoki utuqlıq bolsun üçün könlümdən ümid qılıman. Rahmat. Hamid, siz bahalıqçı ustazlarınki bütünlay hammalarınki bergen şu yeşil çıraqları bilan keyingi musobaqa bosqichiga o'ngishli kirdingiz. Endi biz yangi iqlim soda chekish shirkati Fazlat xonimni sizga ana shu medalni bo'yningizga esib qo'yishni taklif qilsak, qani Fazlat xonim, taklifimizga marhamat. Rahmat, rahmat. Rahmat sizga. Yana bir qatam rahmat aytamiz. Sizni jiddiylaştıradigan, sizni o'yga soladigan, sizni tanlashga undaydigan nihoyat muhim daqiqalarga keldik. Buningdan keyingi musobaqa bosqichida siz o'zingizga yetakchi bo'la oladi deb qaraydigan ustozni tanlaysiz. Hammalar bizning qalblarimizga yaxshi ustozlarimiz, men Wang Laoshi bilan Wang Jianjiang Laoshini tanlayotgansizda. Muborak bo'lsin. Sen yar için yığladım çeksiz gam bilen Küzdüm yaşlı alem bilen Tükmek kıyın Qadrli ko'rmanlar, mana bizning Mahirimiz Hamidmi o'ngish holatda keyingi o'tkalga o'tdi. Muborak bo'lsin Hamid. Unda sizning hozirgi hayajonli his tuyg'ularingizni anglab o'tamiz. Nəhayət hayacanlandım. Ustazlarning hammasi nəhayət yaxshi təklif fikirlərini, nəhayət yaxshi gaplarni qildi. Xoş buldum. Bu proqrammaga chin ko'nglimdan rahmat etdim. Siz bu programmamiz qatnashishdan burunlam o'zingizni tanlay olayman deb ishonch qilganmi? Ishonchim bor. Unda hisob davomliq mana keyingi o'tkalga o'ngishib o'tdingiz. Endi keyingi o'tkalda musobaqa jarayoni nihoyatda keskin bo'ldi. Davomliq o'zingizning rolni to'liq joriy qildirib, keyingi o'tkalda ishbodingizni texmo yaxshi qilib, eng oxirgi sirliq cho'lpon mukofotini tanlash uchun davomliq tirishingizni umid qilaman. Xayrat qiling. Demak, bizning Et Naqshangni programmamizning mana bu oltin sahnasi o'zida yushurun iqtidor ham talant bo'lgan, o'zining iqtidorini, talantini namoyon qilishga ishonchi bo'lgan mahirlarimizning eng isil sahnasidir. Xo'sh, tuvanda sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan mahirimiz qandaq ko'ngil so'g'isini yeb kelgandi. Uning tayyorlagan naqsi baholovchilarning qandaq bahosiga erishidi. Korxonchilarning vakillarining yurak tarini chekalandi yo'q, ham ularning moyilligiga erishilandi yo'q. Qani biz birlikda tuvanda maydonga chiqmoqchi bo'lgan mahirimizning yiqimliq kuyiga quloq solaylik. Yaxshimisiz? Aldi bilan ekranda ko'rmalarga o'zingiz bir tushuntirtamsiz? Bo'ldi. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi barliq urug' tuqqan do'st birodar, aziz qarindoshlar, Ilya Dolqindan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Eğer mana sahneye çıkış alıp turasınız, hazır qilmish sahneye çıkış aldığında turayotgan şu 1 minutlik kayfiyatingizni do'stlarla o'rtoqlashib o'tamiz. Hozir ham abaytın yengega vaqtida jiddiylashish bo'lganda, hozir ancha jiddiylashimdi. Kayfiyatimni taraqlashtirib oldim-da. Demek ki maylarniki sahneye çıkış, turuş, mayli bahalovchilarniki talab fikirli berish jihatlari bo'lsa, sizda bir tajriba bo'ldi shundaqmi? Undan so'ng eng yaxshi ruhiy holat bilan, eng yaxshi kayfiyat bilan o'zingizning rolni to'liq joriy qildirib, keyingi o'tkalga muvaffaqiyat o'tishingiz uchun chin dilimizdan tilakdosh bildiramiz. G'ayrat qiling. Sabası gelseler zanna azlidu güller Gül bilen ten destanıdır şeyda köngüller Zepsigin kaç meşuk seni yıldızlık tüller Kepter bulup bir aşığın boğuldar üller Zepsigin kaç meşuk seni
Yıldızlık tüller 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 Yıldızlık tüller Güller 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 Turisa güller Tenhalıktan Bir aşığın Okullar üller Seher beyti parlaydı şebnem Gülge karab yarını eske Alimen her dem Gülge karab yarını eske Alimen her dem Kutbalgan mu can cismim Gülge mucessem İzlerim Güller güller, güller güller Cinliger güller Çağımda Yar bulmaç Tüksünde çöller Yaxşımsızlar, bağlıqçılar Həmənlərin uşaq xeyirlik olsun Onda usta, bahalıqçı ustazlar davamlıq bahalarımızın beyirişini başlayan bolsaq. İnim İlyar, hoş gelipsiz. Rahmet. Menimce siz şu sahneden çıkıpla bek ciddiyleşip gittiniz. Sahneye çıkışınız mı cicirladek çıkıp mikrofonu muşunda tutup beşiden ahırgıcı udardan çıkıp gittiniz fukam. Avazınız mı xeyli yaxşı ekan tuqçu. Çırak beretdim, lekin men çırak yandıramaydigan bo'lib qoldim kechiring. Mayirimiz İlyar, hoş geldiniz. Rahmet. Endi ma tanlashninki eng asosiy talabidan biri bo'lgan, hamda abayma Xalida malum deb aytib ketdi. Udarg'im kirib bo'lmaydigan holatda men tanlashga amalsiz qoldim. To'g'ri tushungaysiz. Bundan keyin hamda shunday musobaqa bo'lsa, davomli qatnashib, tavulnishingizni umid qilaman. Bo'ldi, rahmat. İlyar Dolqun deb ketgan gapni davamayli. Sizga bir tavsiyam hozir mana jamiyat nay taraqqiy qilib zimiti deydigan narsa va o'zini o'zi tashviq qiladigan har xil aptitallar bor. Siz shu aptitaldan birini tushirib, o'zingiz o'z oldingizga bir shinkat mikrofonlarni ilib, yutingizda to'xtamay naqsh etib mashq qiling. Siz shundoq bir xamak sapsiz lekin qo'g'in pishadigan xili bor ekan. Bilamda, shunlashqa o'zingiz qattiq qiziqdi ekansiz-ku, shunlashqa qattiq tavlining. Anandan keyin yana sizni qarshi olamiz, jimo. Men sizning shu sahnaga chiqqan ruhingiz uchun, ayt naqshangni sahnamizni tanlaganligingiz uchun sizga bir rag'batlantirish uchun bir charaq beray. Wow, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. İlyar Dolqun, hoş geldiniz. Rahmet, hoş buldum. Ben Muşu rıgbet için ben sizge bir çırak vermen Allah kılıç durayım. Dost bu büteyli. Mübarek olsun. Sanat hayatınız zor uftuklan tilaymiz. Onda ise Karxançı ustazlarımıza mayırlık bilen yandıgan çırakları bilet görüp bakımız 3, 2, 1 başlandı. Mana. Bir qatar Karxançı ustazlarımız sizge mayırlıqını bildirip yeşil çırakların yandığı. Mana şu yeşil çıraklar arqılı sanat yolunuzdan yeşil yoldaki mengo ravan buluşuğa çın kalbimizden tilektaşmiz. Oldu. Rahmet. İlyar mana oyunumga yerden şanlı bitip kaldınız hazır ümitsizliğini atamsız. Yo'q, ümitsizledim. Ben bundan keyin tirishib sahnaga texim yaxshi bo'lgan naqshamni yetib kelman. Bizning ayt taqshani programmasiga qatnashib, tanlanishimiz yoki shallanishimiz muhim emas. Eng muhimi bizning baholiq ustozlarimizdagi turli talab fikrlarini anglab, keyingi sahnalarda, keyingi o'tganlarda chuqur yaxshi tayyor qilish uchun asoslashimiz eng muhim shundaqku. Unda asos sizga azroq konsog'imiz bor. Ya'ni Shanxi Derintang Biopan texnik tekshirib ta'minlangan so'ngchapli shundaqla Shinjang Yeshil hayot so'z tekshirib ta'minlangan erlar o'linish meni davomli konsog'imiz. Rahmat.
Programımızda yaxşı keyfiyat almış vardır. Əmniki mahirimizin iqtidari ve talantını bilib görpaqımız. Qani, merhamet. Çaşlarının örümleri tal tal bulsun ben şu taşlarının agimleri ay bulsun ben şu Kirpigimdin kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asminin ağanı öksüz bulsun en Yasa pervaz kılıp uçayrasa asminin ağanın südet süzük men üçün Bağındaki güllerge yaşım bilen su sipey Bağındaki pürkütlerge yüreğimni dağıtay Salkın şamal ilip kelgen etlerini Bergin bana sana aş yollarımda umudumni can iter Salkın şamal ilip kelgen etlerini Bergin bana sana aş yollarımda umudumni can iter Sana aş yollarımda umudumni can iter Bağlı ustazlar, körömenler, yaxşımısızlar? Ben Qashqardan keldim. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Qanaqaroq hissiyotingiz? Bilan. Obdan. Obdan. Naqshingiz melodiyasi yenik, onun ustiga kishini mo'nglantiradigan muzika naqsh ekan, ha? O'zingiz kasbingiz nima? Naqshi sizning kasbingizmi yoki? Kasbim ma'lum munosabatsiz-ku. Ha. Burun boksda. Oy, shundami? Hozir soda. Hozir soda shug'ullanasiz. Undaq bo'lsa, baholovchilarimiz bugungi naqshni anglagandan keyin qandaq bir hissiyotlarda, ta'sirotlarda bo'layotgandi, bir bilib baqqan bo'lsak, keling. Alimjon, xush keldingiz. Xushlar. Bokschilikda tashlatyapsizmi yoki? Qilib turyapmiz, ha? Hozir tijorat bilan. Sodingizga utuq tilayman. Mana bu naqsh to'g'riliq paranglashmayli. Agar naqshini izchil aytaman desangiz, biz do'st bo'lib o'taylik. Bundan keyin naqsh hayotingizda biz yana do'st bo'lib birlikda izlansak bo'ladi. Ammo bugungi ishbodingizga men chiroq beramadim. Kechiring.
do'st bo'lib o'taydi. Bo'ldi. Olimjon xush kelibsiz. Rahmat. Shu men bir narsa dey desam sizning qo'qotima shu mushni pochilg'olmay qolsa. Shunlashqa shu nima kimning qudratninki keynidan mangay menmo naqsh to'g'riliq bir narsa deyishmayli qog'ninmish Dilshod desin. Men chiroq beramay qoldim. Men deymadan g'ishtirib. Olimjon xush keldingiz. Ma naqshni abay bir mayırımız etti. Demek bunda tekrar eğitilip ketken naqshlar çokum vayiq yetmegicha biz chiroq beremey qolmizcho. Bizning qo'liqimizda eng mukammal holda bo'p bo'lganda. Ovozingizga ham tushmagan naqsh ekan bu. Bundaki naqsh etmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning shu shoya ovoziga tushadigan naqshlarni tanlab aytishingizni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Olimjon yaxshimisiz? Sho'g'lim. Bayam sahnəyə çıxan vaxtınızda mən sizni bu naqshını aytıdı deb oylamağan. Kiyim kiyişiniz, çaş bosunuz qarab bu bala rap yoki hip-hop naqshlarını aytam degan chumunda qilib. Lekin oylamagan edim boshqa naqshni aytib qoldingiz. Bu naqshi sizga tushmabdi, naqsh tanlayapsiz. Shunga men sizga chiroq beramaydigan bo'lib qoldim, kechirsiz. Salimjon. 5 nafar bahalıqçı ustaz sizinki etqan naqshingizga o'zining bahosini aytib o'tdi. Undaq bo'lsa, shu ustozlarning bahosini anglab bo'lgandan keyin o'zingiz qanday o'yda bo'lyapsiz? Bu talanmaslik mühim emas. Men islanmayman. Tirishman. Yaxshi ya. Olimjonning mana bu ruhiy kayfiyati intayin yaxshi. Biz qizg'in olqishlarimiz bilan Olimjonning buningdan keyingi musobaqasiga bir futuhlarning madadlantilayotgan bo'lsak, Olimjon bundan keyin texnik bitirishing bo'lamdi. Bizningki baholovchi ustozlarimiz chiroqlarini o'chirayotgan bilan bizning suyimli korxonchilarimiz sizga nisbatan yana qanday ko'z qarashda ularningki moyilligiga qanchalik darajada erisha olasiz? Buni mu ko'rib baqaylik bo'lamdi? Qani korxonchilarimiz oldinglardagi ustaldagi chiroqni bir yondirib baqqan bo'lsanglar. Korxonchilarimizning orasida 50%ga yetgan korxonchilarimiz Olimjonni qo'llabdi, moyilligini ifodalabdi. Biz tuvanda shu korxonchilar vakillari qatoridan o'rin olgan Xinjiang Malika Barna savdo tekshirtining qurg'uvchilaridan bo'lgan Shohi Mardan apandimni ko'ngil so'zini bayon qilib berish taklif qilgan bo'lsak, qani Shohi Mardan apandim. Xush kelibsiz. Shu senda bu naqshni o'rlab berganingizdan xush bo'ldik hamda ma'lum savalliklarni ustozlar ko'z tutib berdi. Buningdan keyingi san'at hayotingizda shu ustozlarningki yetakchiligida texim tirishib keyingi san'at hayotingizning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Texim tirishing. Rahmat. Shohi Mardan apandimga yana bir qadam rahmat aytamiz. Baholovchilarning so'zlarini anglagandan keyin ko'nglingizda bir yangicha o'y fikr paydo bo'ldi. Hamma bu jihatlardan diqqat qilsam bo'g'dak deganga o'xshash yangicha fikr ko'z qarashlar tug'ildi deb o'ylayman. Bo'lsa, baholovchi ustozlarningki shundaqla korxonchilarimizning vakillarining bergan taklif fikrlarini, baholarini astoydil o'ylashib, buning keyingi hayot musobaqangizda texnik zo'r utuqlarni qo'lga keltirishingizga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Rahmat. Kat fursat, kat mukofotlar yanala et naqshani programmasida. O'shunday bo'lsa, keyingi maydonga chiqadigan mahirimiz qandaq naqshni olib kelgandi? Bu mahirimizning naq maydondagi ish partisi yana qandaq bo'ladigandi? Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. Yaxshimisiz Azizjon? Yaxshi. Mana Etaşan programmasiga oldingi mahir tanlash bosqichida hozir sahnaga chiqish oldi o'tiryapsiz. Hozir kayfiyatingiz qanday? Yaxshi, hozir kayfiyatim. Hech qanday o'tiqish yo'q, erkin azalda degandek. Albatta keyingi o'tkalga o'ngishli o'tkaysiz. Bo'lsa shu eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi ro'yxatda sahnada bir chaq chiqaring, ha? Davomliq qutlaqlayman. G'ayrat qiling. Aziz me'morimiz davomliq bir maydon so'qchi. Bo'lsa Laçın kundi direke, otni saldi yüreke, otni saldi yüreke. Herkes gönül vermeymen, sen yarımdın büleke,
içesin çay Kumar men buldum Kumar men buldum Yar otu yaman iken Acap divan men buldum Acap divan men buldum Vay vay şaka O denizini yaktınız vay çol denizini taştınız Hop Acap namert bal iken siz vay bizini taşlap kaçtınız Acap namert bal iken siz vay bizini taşlap kaçtınız Hop Melinizden ötkende vay kara kalgan özünüz Ama sizge köyekmedim vay köydürüp algan özünüz Ama sizge köyekmedim vay köydürüp algan özünüz Hop 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 Cansın hop hop Doktorum 15 pede, baş pede yaman yede, baş pede yaman yede. Hop! Oynayıya koymam sen, köngülüm haligan yede, köngülüm haligan şede. Odatta çalman üzem Yığılaydı kara güzem Yığılaydı kara güzem Kişne yurtuna basam Ötmez bu menin sözüm Ötmem du menin sözüm谢谢。尊敬的各位老师们、朋友们，大家晚上好，我来自宜宁市巴彦代的阿迪丽江阿林江。Hürmetli gezim yuvalarımız emmağızdan çok hayırlık bulsun. Adilcan'dan emmağlarına 30 salam ve âli ihtiram olsun. Yani azırak etkamısanız bekerek oynap. Dilşatkan tas kalganda düşkünü çolpan demişkisi. Kısıp kaldı. He? Kısıp kaldı. Kısıp kaldı ya. Diken mana biz seğinga esil köy işperi köy bilen keyfiyatlarımızga keyfiyat koş perdiniz. Acayip yaxşı halat icra perdiniz tolum xursand bolduq. Onda asa vaqtini chin tutib bahalı şu ustazlarni bahalarini anglab baqa bo'lsak. Mana muborak bo'lsin. Rahmat. Xalida ustaz. Adiljon ukam yaxshimisiz? Sahnadan o't chiqarib etdingizmi? Shu riyosatchi bo'lamdi, karxanchilarimizni usuliga sevatdingiz. Rost. Sahnadagi ifodangiz bek yaxshi. Intayin ochiq yo'riq, bek jonliq, ha? Shu boyam bek hayajonlanib ketdingizmi? Sal qiyib ketdingiz ovozingiz. To'g'ri. Shundoq bo'lsa-mu, shu ifodangiz uchun bundan keyin texmi taraq qilishingiz uchun men sizni rag'batlantirish uchun sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Muborak bo'lsin. Mana ustoz o'zini mayli qilish padildi. Adiljon, salomat kelibsiz. Xush bulduk. Sahnamizga. Gerçi men o'zim otishli bo'lsam-mu, men ma'u naqshlarninki manda musobaqa xarakteridagi, yo'qmi tanlash, shallash xarakteridagi bir programmada chiqishni shaxsan men tavsiya qilmayman-ku. Nima ish deganda aboy Vangjanjan ma'lum deb aytib ketgandek, har bir naqshninki o'rinlanish o'rni bor. Sizning dadilligingiz intayin yaxshi, yaxshi ko'rishingiz yaxshi. Siz mush naqshni olib borib, yana bir qimmati bor bir so'rin olib borsangiz, bu qimmatga ega bo'ldi. Buni ekilib, mayaga ekkalsangiz, bu qimmatga ega bo'lolmasligi mumkin-ku. Shunga men kasbiy nuqtadan
Sizga chiroq yondiramadim, lekin qizg'inligingizni yaxshi ko'rdim. Rahmat. Voyma çift nimini kötürüp sahnenin omum keyfiyatını kötürüp şunda yaxşı. Lekin sizde sanap gelsak bahçık noksanlar görüldü hem de kasbi cihetten etmekanda suni singen yagi septaydigan gap ba. To'g'ri. Ma bu sorunga bopmamoş sahnege singmay qaldi. Lekin hammamizga nihoyat xo'shallik olib keldingiz. Mo'shning o'zi bir g'alba. Men chiroq beramadim, ha? Bugün şu sakinde bütkül karxançılarımızın usulü selip keyfiyatını şunda kötüydiniz. Ben bütkül şu meydandaki karxançı ustazlık okşaş. Ben mo sizge yürügümde bir çırak berey ama ma çırakını saklap kalay. Rahmat. Mana bahalıqçı ustazlarımızdan mayılıq erişip, işki çırak eriştiniz mübarek olsun. Ondan sonra karxançılarımızdan mayılığı saat qanchalik bo'ldi ekan, çırak besiş başlandı. 3, 2, 1. Mana karxançılarımızın bilet sani sizge bo'lgan mayılıq sanımı nəhayət köp bo'ldi, to'liq xursand bo'ldik. Ondan sonra biz mana bu karxançılarımızın arasından alayda o'rnagan Şinjan Güllürü Soğuçak şirketining birleşme qurg'uvchisi Nusrat xonimning sizga tilaklari mujassamlangan so'zini anglab boqqan bo'lsak. Bo'ldi. Sevimli ustozlar, sevimli karxançılar, hammangizlarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Adiljon, xush kelibsiz. Rahmat, xush buldum. Xush buldum, naqshingizni anglab. Mag'lubiyat g'albining onasi degan gap bor. Siz hozir mag'lub qilgan bilan bu g'albining boshlanishi. Bundan keyin bo'lsa, bundan keyin ishlaringizning natijalik, utuqliq bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdashman. Rahmat. Bu chiqishim maqsadim o'zimning qanchalik bu saviyam baliqni bilib qilishi. Mana, yaraydi. Adiljonning o'shunday aktiv energiyasiga, aktiv psixik ro'yxatiga yana bir qatim afirin etamiz. Biz sizni Et Naqshani programmasining sahnasida yana bir qatim saqlaymiz. Qarindoq chavaqlarimiz bilan Adiljonning sahnamizdan vaqtincha uzatgan bo'lsak. Adiljon, sizning oldingi mayr talash bosqichida ishbadingizga yaxshi bo'lgan, lekin o'ylamag'aydan shalnib ketib qoldingiz. Ko'nglingiz yerim bo'tamdi? Yo'q, hech qanday yo'q. Men shuni bir o'zib qoldi. Bir timliq bir o'zim seni yapışıp kaldı. Bunun ikinci sahnede ben nurgun. En mühimi siz özünüzün rolunu to'liq jariy qildirib, bu kayfiyat, bu maydondagi barliq mehmonlarni usul savatdan shundaqla ularning esil qolib qoldingiz. Siz uchun eng zo'r g'alaba shu shundaq qo'y. Rahmat, sizga ham ozroq ko'rsatamiz bor. Yana Şinjan Qalbinaz Biyopet texnik tekshirlikda alayda ta'minlagan Qalbi Ay markasidagi salomliq mahsulotlari, undan boshqa Anargulum Sodi tekshirlikda alayda ta'minlagan grafit alkillik ko'z jaftiga qabul qiling. Kat sahne, kat fursat, kat mukofotlar yanıla Et Naqshani programmasida. Mana Abduqadir, bugungi programmamizga qatnashgan mahirlarimizmi o'zininki mahoratini va talantini shundoq yaxshi jariy qildirdi. Garchi bir qism mahirlarimiz tanlanib, bir qism mahirlarimiz shallangan bo'lsin, lekin ana shu shallangan mahirlarimizga baholug'chilarimizning aytgan shu yurak so'zlari, bergan baholari, taklif fikrlari ularning keyingi hayot musofasida mayakliq rolini o'tishgan degan umiddaman. To'g'ri. Biz ana shu mayllarimizga davomli omad va utuqlarni tilaymiz. Shuning bilan birga bu programmamiz orqali sahnamizga chiqishni orzu qilayotgan do'stlarimizga sizning tayyorligingiz bitgan bo'lsa, mana bu sahnaning ishiki har vaqt siz uchun ochiq. Naqsh aytish mahoratingizni namoyon qilishdagi yangicha shakl, yangicha fursat va yangicha xoslik Et Naqshani programmamizning jalbkor sahnasida. To'g'ri. Biz programmamizning oxirida ko'raman do'stlarimizga, shundaqla programmamizning sahnasiga chiqishni orzu qilayotgan do'stlarimizga fursatni biz yaratib beramiz. Natijani yanala o'zingiz yaratasiz. Shundaq, fursat yanala kutib turganlarga emas, maydisini kerib, yuragidagi ana shu o'tni haqiqiy hayotiy kuchga aylantirib, naq maydonda hozir bo'ladigan bizning tirishchan, olg'a ilgirlash ro'yiga boy mahirlarimizda. Xayr xo'sh do'stlar, programmamiz müşahede axırlaşdı. Kiraysan programmamızda görüşelim. Xayr xo'sh. Dillarda ishtiyoq jush urib tursa